Ixlos nima? Ixlosni ulamolar tushuntirib turib aytishadiki, inson amal qilayotgan paytida qalbi 3 xil holatdan birida bo'ladi. Yo qalbida o'sha amalni qilayotgan paytda faqatgina Alloh taoloning vajhini iroda qiladi. Faqat Alloh taoloning vajhini iroda qiladi. Ikkinchi turi Alloh taolodan nauzubillah o'zgasini iroda qiladi. Va uchinchisi Alloh taolo bilan birgalikda yana o'zgasini ham iroda qiladi. 3 xil holat. Alloh taoloni faqatgina o'zini, ikkinchisi Alloh taolodan o'zgasini, Alloh panoh bersin, yoki uchinchisi Alloh taolo bilan birgalikda yana boshqasini. Mana shu gapni eshitayotgan paytda xayolingizda baribir keladi. Uchinchisini eshitgan paytda, ha Alloh va undan o'zgasini iroda qilishi mumkin degan paytda, ha bu yerda but sanam masalasi, boshqa bir ilohni kiritish masalasi. Meni qalbim bu narsalardan pok. Qalbim bulardan pokiza, men unda boshqa narsadan sanamlarga bo'ysunmayman degan narsa xayolga kelishi mumkin, lekin bu yerdagi masala faqatgina but sanam masalasi emasda. Balki bunda nozikroq, yanada daqiq nuqta bor. U ham bo'lsa, ma'lum bir ibodatni qilayotgan paytimizda bizda faqatgina Alloh taoloni iroda qilaman deymiz, lekin aslida ichida boshqa bir niyat ham bo'ladi. Roza tutamiz, ro'zadan Alloh taoloning roziligini iroda qilamiz, lekin shu bilan birga biroz vazn tashlab olaman. Sadaqa beramiz Alloh taoloning roziligi uchun, lekin shu bahona yana birov meni biroz yaxshiroq deb o'ylaydi. Yoki shunga o'xshash boshqa holatlar. Birov uchun xatm qilamiz, Qur'on o'qiymiz. Alloh taoloning roziligi uchun, lekin shu bilan birgalikda odamlar meni olim deb bilsin, qori deb bilsin. Shunga o'xshash holatlar. Mana shu narsalarning hammasi, ya'ni tepada zikr qilingan 3 holatdan faqatgina bittasi haqiqiy ixlos. Qolgan ikkitasi ixlosdan nasibasi yo'q. Demak, ixlos degan paytda qalbda Alloh taoloning roziligi, Alloh taoloning vajhidan boshqa hech qanday narsa iroda qilinmagan bo'lishi kerak. Har qanday narsa bo'lsin, u dunyoviy narsa bo'lsin, dunyoning har qanday narsasi bo'lsin, Alloh taolodan boshqasini iroda qilmaslik kerak. Qalbga kiritilmasligi kerak.